Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Doğrusu mana birinchi partiyamiz yetib keldi. 9 ta partiyamiz keldi. Mollarga bir e'tibor berib qo'yasizlar. Like bosadigan sharoit bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Ablikol deganlari shu. Xohlasa eng kattasi 550 kilo. Eng kichkinasi 330 kilo. O yerda baylarlar ham bor. Qo'ylarlar yurib to'g'risi hammasi. Chiroyli mollar ekan. Shu molga e'tibor berib to'g'rasizlar. 450 kilolik mol to'g'risi. Chiroyli qilib baylab qo'ydik mana. Mana SEO bu qoladi.